Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr 2025-yil milliy sertifikat savollarni tahlilini boshlaymiz. 41-savol. Muntazam uchburchak berilgan, ichidagi P nuqtadan uning uchlarigacha bo'lgan masofalar berilgan. 3, 5, ildizda 19. Xo'sh, ABP uchburchakka ichki aylana chizilgan, uni markazi O. Bitta shartimizda uchburchak perimetrini toping degan, ikkinchi shartimizda PO kesma uzunligini toping degan. Xo'sh, bu uchun biz mana bu uchburchakni APC uchburchagini olib mana bu tomonga ag'darib qo'yamiz. Xullas, mana bu tomon bilan o'sma tushadi. Bu 19 kesmamiz bu yoqqa ko'chadi, 3 kesmamiz bu yoqqa ko'chadi. U uchun bunday belgilashlarni kiritamiz. Bilamizki, muntazam uchburchak ichki burchaklari 60 gradusda. Mana burchakni qandaydir alfa desak, mana burchagimiz 60 minus alfa bo'ladi. Xo'sh, xullas buni bu yoqqa ko'chiramiz dedik. Bizda mana bunday chizma hosil bo'ladi. Mana bu P' nuqta desak, xo'sh, P' nuqtamiz bu yoqqa ko'chadi. Mana buni taqriban mana bunday tutashtirib bo'lamiz. Xullas 3 mana bu tomonga ko'chdi, ildizda 19 mana bu tomonga ko'chadi. Endi bizada xo'sh, mana burchagimiz alfa bu 60 minus alfa bo'lsa, alfa burchagimiz mana bu yoqqa ko'chdi bizada. Umumiy holda mana bu burchakchamiz alfa 60 minus alfa umumiy holda 60 gradus bo'lib qoldi. 60 gradus P'(A) PA kesmamiz 3 bo'lganidan, bu 60 gradus bo'lganligidan mana bu uchburchagimiz muntazam uchburchak bo'lib qoldida, P' kesmamiz ham 3 ga teng bo'lib qoldi. Xullas, mana bu burchakchamiz 60 gradus bo'ldi. Endi mana bu bo'lakchani qandaydir beta deb belgilaymizda, mana bu uchburchakni bir chizib ko'ramiz. Xullas 3, 5, ildizda 19. Mana bu 3, mana bu 5, ildizda 19. Mana bu burchaklarni biza beta deb belgilash qildik. Endi mana shu uchburchak uchun kosinuslar teoremasini qo'llaymiz beta burchakni topish uchun. Buni kvadrati 19 teng 3 ni kvadrati plus 5 ni kvadrati minus 2 3 kara 5 kosinus beta. Hisoblaydigan bo'lsak 25 9 34 bo'ladimi? 34 bo'ladi. 19 ni o'ng tarafga, mana buni chap tarafga o'tkazib olsak, plus 30 kosinus betamiz teng bo'ladida, 6 9 15 bo'ladimi? Bundan kosinus beta 1/2 degan natijaga erishamiz. Mana bu bitta burchagimiz kosinus necha gradusda 2/1 ga teng degan savolga 60 gradus deymizda. Umumiy holda mana bu burchagimiz burchak APB 120 gradus hosil bo'ldi. Bizda shartida ABC uchburchagining perimetri OP kesma uzunligini toping degan. ABC uchburchagimiz ana 3 ta tomoni ham bir-biriga teng. Mana bu ham x, mana bu ham x, mana bu ham x. Endi APB uchburchak uchun x ni topish uchun ikkita tomon bor, orasidagi burchak bor. Yana bir marta kosinuslar teoremasini qo'llasak, uchburchak tomon ma'lum bo'ladi. Xullas x kvadrat teng bo'ladi 3 ni kvadrati plus 5 kvadrati minus 2 3 kara 5 kosinus 120 gradusda minus 1/2 bo'ladi. Xo'sh, bular qisqarib ketadi. 25 15 qo'shiladi. 40 bo'ladi, 49. X kvadrat teng 49, x teng
7. Demek uchburchagimiz tomoni 7lik ma'lum bo'ldi. Xo'sh, ABC uchburchagimizning perimetri 3x ga teng bo'ladi. 7 kara 3 21 bo'ladi. Endi OP kesmani topish uchun mana bu uchburchak bu yoqdan yana bir marta chizib olaylik. Mana bu yerda O nuqtamiz joylashgan. OP kesmani uzunligini topish uchun, mana buni topish uchun bizga aylana radius kerak bo'ladi. Xo'sh, keyin topsa bo'ladi. Xullas, uchburchagimizning tomonlari 3, 5, mana bu hozir AB tomon bizda x chiqdi, ya'ni 7 ga teng. Uchburchagi yuzini topamiz, keyin ichkisilgan aylana radiusini topamiz. Uchburchagi yuzi hozir ABP ni yuzi 1/2, 5 ko'paytirish 3 ko'paytirish sinus 120 gradusda ildizda 3/2 bo'ladi. Bu 15 ildizda 3/4 degan joyga erishamiz. Aylanamiz radiusi, mana bu aylana radiusi bo'ladi. Aylana radiusi 2s taqsim uning perimetri. Xullas, 2 ko'paytirish s joyiga 15 ildizda 3/2 ni qo'ysak, uchburchakchamizni perimetri 8, 15 bo'lyapti-da. Xo'sh, aytgancha burchak qisqarib ketadi. 15 da 4 bilan 2 qisqaradi. Ildizda 3/2 ekan. Aylana radiusi ildizda 3/2 bilamizki, radius tomonlarga urinish nuqtasida perpendikulyar bo'ladi. Ana bu uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llab PO kesmani topsa bo'ladi. U uchun mana bu kesmacha kerak bo'ladi. Mana buni qandaydir y desak, bu 5 minus y bo'ladi. Yig'indisi 5 bo'lishi kerak. Mana bu urinma, bu ham urinma, bu ham 5 minus y bo'ladi. Xo'sh, 7 ni berish uchun 2 plus y bo'ladi. Mana bu tomon ham 2 plus y bo'ladi. 2 plus y mana bu kesmacha ham y bo'ladi. Bu ham urinma, bu ham urinma. Ikkalasining yig'indisi necha bo'lishi kerak? 2 plus y teng 3 bo'lishi kerak. Bundan y ni topsak 1/2 degan joy bo'lar ekan. Endi PO kesmani topish uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Ildiz ostida 1/2 ni kvadrati -4, ildiz buning kvadrati 3/4 1 bo'ladi. Xullas, B shart 1. B shartimiz 1, A shartimiz 21 ekan.